58 savol. Namoz o'qishni va ro'za tutishni 21 yoshimda boshlaganman. 12 yoshdan 21 yoshgacha namoz o'qimaganman. Ro'zani esa ba'zan tutib turar edim. Shu qolgan namoz va ro'zalarning qazosini o'qib tutib berish bizning mazhabimizda farzmi, vojibmi yoki sunnatmi? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida ado etilmagan farz ro'za va namozlarni qazosini qilish ham farzdir. Ularni qo'ldan kelganicha qilib boraverish kerak. Ba'zilarga o'xshab falon narsani qilsa, qazo namoz o'qimasa ham bo'lar ekan demaslik lozim. Yana boshqalarga o'xshab qazo namoz va ro'zalarni hisoblab, buncha narsani qanday bajaraman deb o'zini ortiqcha qiynash ham kerak emas. Kundalik hayotini oddiy holda o'tkazib, bo'sh vaqtlarida qazo ibodatlarini bajarib boraverish kerak. Vallohu a'lam.